Instagramda soatlab qolib ketyapman. Bu odatni yo'qotadigan kitob bormi? Albatta. Diqqat! Ko'pchilik bu kitobni juda ham zerikarli, bekorga pulim ketkazdim, sotib olib degan bir fikrlarni bildirgan ekan. Albatta bu kitob musu. Agarda siz faqatgina yengil-yelpi kitoblar o'qib yurgan bo'lsangiz, sababi bu kitob muallifi Cal Newport dunyoda eng zo'r deb tan olingan MIT, ya'ni Massachusetts texnologiya institutida tahsil olgan. Bu kitobda esa juda ham ko'p tadqiqotlar, mana shu diqqatni chalg'ituvchi narsalarni aniqlab, undan xalos bo'ladigan yo'llarni keltirib o'tgan. Kitobdan menga eng yoqqan nuqta bu. Masalan, siz kun boshida rejalar tuzasiz-ku, shu ishlarni qilaman deb. Agar siz kun davomida o'shalarni faqat eng osonlarini, eng sayoz ishlarni bajarsangiz, kun oxiriga borib qiyinini bajarmasdan turib o'zingizni juda horg'in, charchagan his qilib qolasiz. Agar siz vazifalaringizdan eng qiyini, eng muhimini bajaradigan bo'lsangiz, kun oxiriga borib siz eng ko'p, eng muhim ishni qilgan bo'lishingizga qaramasdan charchamaysiz, horg'inlikni his qilmaysiz. Qaytamki bundan rohatlanasiz deydi. Kitobda juda ham ko'p tadqiqotlar keltirib o'tilgan. Bularni hammasini Instagram Reels'ga joylab bo'lmaydi. Shu sababli hozirroq YouTube kanalimga kiring va ushbu kitobni to'liq tahlilni tomosha qiling. Ko'proq kitob tahlillari uchun sahifamga hoziroq obuna bo'ling.